Assalomu alaykum. Bu 3-iyundagi o'zbek tili kundaligim. Men buni 4-iyunda ish tugatilgandan keyin uyga qaytgach, bu kundalikni esa ishlatganimda soat 3 yozib, ChatGPT bilan tekshirgandan keyin hozir uyga qaytgach soat 10:20 minutda atrofda karavotda yotib buni gapiryapman. Bugun Janubiy Koreyada saylov kuni edi. Janubiy Koreyada 3 turdagi saylov mavjud. Prezident saylov, deputatlar saylov va mahalliy saylovlar. Bugun esa 3-turdagi mahalliy saylov bo'lib o'tdi. Janubiy Koreyada prezidentlar, deputatlar va mahalliy hokimlar saylanadi. Prezident saylovda faqat prezident saylanadi. Eng so'nggi prezident saylov aslida 2027-yilda o'tkazilishi kerak edi. Lekin oldingi prezident Yoon Song Yeol impichment qilgani sababli saylov muddatdan oldin, ya'ni 2025-yilda boshlandi, o'tkazildi. Deputatlar saylovda mamlakat saylov okruglariga bo'linadi va har bir hudud o'z vakilini saylaydi. Bu hududlar shahar, viloyat yoki tuman chegaralari bilan har doim ham mos kelmaydi. Ahli kam yashaydigan joylarda bu hudud kattaroq bo'ladi va odamlar ko'p yashaydigan joylarda esa kichikroq bo'ladi. Saylov payti biz ikki xil biletdan olamiz. Birinchisida nomzodga ovoz beramiz, ikkinchisida esa siyosiy partiyaga ovoz beramiz. Deputatlar son aholining soniga qarab belgilanadi. Eng so'nggi deputatlar saylov 2024-yilda bo'lib o'tgan. Hozir uyimning yonida mashina o'tyapti. Sabzavotlar, mevalarni sotlaydigan mashina hozir o'tyapti. Bu ozgina kichkina shaharlar yoki mahallalarda buni kamdan kam ko'rishi mumkin, eshitishi mumkin. Hozir 2 ton, 3 tondagi mashinada trokda meva sevalar, sabzavotlar, guruhlar, shunday boshqa narsalar bilan ular kelishadi. Hozir shu sababli ozgina shovqin. Bu videoga olayotganimda ozgina shovqin bo'ladi. Masalan, mahalliy saylovlarda esa shahar, viloyat va tuman darajasidagi rahbarlar hamda kengash a'zolari saylanadi. Qaysi hududda yashashiga qarab saylovchilarga beriladigan byulletenlar soni ham farq qiladi. Masalan, men hozirgi saylovda esa 6 ta byulleten oldim. Mahalliy saylovda tuman hokimi, viloyat hokimi, tuman kengash deputatlari, viloyat kengash deputatlari, ta'lim boshqarmasi rahbar saylanadi. Ba'zi hududlarda esa iste'foga chiqqan deputat yoki rahbar o'rniga qo'shimcha saylov ham o'tkaziladi.
agar ma'lum bir lavozim uchun faqat bitta nomzod bo'lsa, u avtomatik ravishda saylangan hisoblanadi. Mening hududimdagi deputat iste'foga chiqmagani va tuman hokimligiga faqat bitta nomzodi qatnashgani sababli men 6ta byulleten oldim. Deputat iste'foga chiqqan bo'lsa va tuman hokimligiga ham 2-3ta nomzodi qatnashsa, ular 8ta byulleten oladi. Ishim soat 8da tugagach, uyga piyoda qaytayotganimda yo'ldagi saylov uchastkasiga kirib, taxminan soat 9larda ovoz berdim. Shundan keyin biroz o'zbek tilini o'rgandim va soat 11larda uxladim. Lekin bugun men uncha yaxshi olmadim. Men kunduzgi soat 3:30larda uyg'ondim. Bu esa faqat 4:30 soat uxlagan ekanman. Bu juda kamida. Bu juda yomon. Afsuski, men kamida 7 soat uxlamoqchi edim. Bugun ozgina charchaganim sababli men 7 soat uxlamoqchi edim. Shu sababli bu kundalikni yozganimda men juda charchagan edim. Charchadim. Shuning uchun buni yozayotganimda men energetik ichimlikni 2ta ichdim. Uyg'onganimdan keyin logistika mutaxassisligi imtihoniga taxminan 2 soat tayyorlandim va kechqurun, ya'ni soat 9da ishga piyoda ketdim. Ketayotganimda ham ingliz tilini men o'rgandim. Ishga ketayotganimda yangiliklarda juda yomon maqolani o'qidim. Ma'lum bo'lishicha, Seuldagi va Gyeonggi-do viloyatidagi ayrim saylov uchastkalarida byulletenlar bu qog'oz yetishmagan ekan. Natijada ko'plab odamlar ovoz berishda muammolarga duch kelishgan. Voy, bu yomon. Bu mumkin emas-ku. Bu Janubiy Koreya-ku. Dunyoning eng yirik iqtisodiyotlaridan bir bo'lgan mamlakatda qanday qilib saylov byulletenlar yetishmay qolishi mumkin? Yangiliklarda taxminan 85 ming kishi bu muammodan zarar ko'rgan bo'lishi mumkinligi aytilgan edi. Hozir men yozayotgan paytda birinchi va ikkinchi o'rindagi nomzodlar orasidagi farq taxminan 70 ming ovozni tashkil qilmoqda. Bunday vaziyatda ovoz bera olmagan odamlar soni natijaga ta'sir qilishi mumkin. Hozir bu saylov tekshirishi tugatdi. Ikkinchi o'rindagi nomzod birinchi o'rindagi nomzoddan byulletenni ko'proq oldi. Shu sabab ko'proq oldi. Taxminan 10 ming ovozdan ko'proq olib, u hozir Seul so'z nima edi? Seul shahridagi hokimiga chiqdi. Lekin qog'oz yetmasgan sababli, qog'oz yaxshiroq bo'lsa, saylov yaxshiroq qilsa, u taxminan 95 mingdan ko'proq 95 ming taxminan 95 mingdan kattaroq farqda Seul hukumiga chiqishi mumkin edi.
menimcha bu bunday menimcha bu demokratik jamiyatda bunday holat mumkin emas. Mutlaqo bo'lmasligi kerak. Bu qasddan bo'lganmi yoki tasodifanmi, bu rostdanmi yoki to'g'ri yoki noto'g'ri, bu muhim emas. Hech kimning ovoz berish huquqi buzilmasligi kerak. Menimcha bu voqea bo'yicha batafsil nima edi-ku? Menimcha bu faqat bu Seuldagi saylov esa buni yana o'tkazish kerak. Shu aybdorlar aniqlansa, ular javobgarlikka tortilishi kerak. Ayrim hududlarda esa qayta ovoz berish masalasi ham ko'rib chiqilishi kerak. Ko'p chiqilishi mumkin. Men kundalik yozdim. Kundalikni faqat o'zbek tili lug'atini ko'rayotganimda hammasi men yozdim, lekin buni ChatGPT bilan tekshirayotganimda hozir men yozgan kundalikni men hozir tushuna olmayman. Men nimani yozdim? Nimani yozdim? Bilmayman hozir. Juda yomon. Menimcha mening kasalda ChatGPT juda yomon buni tekshirdi. Yomon yoki juda qiyinroq buni tekshirdi. Shu sababli men hozir buni tushuna olmayman. Agar hozirgi hukumat bu muammoni jiddiy tekshirmasa va shunchaki e'tiborsiz qoldirsa, men bundan juda hafsalam pir bo'ladi. Men ish tugatgandan keyin men ishlayotganimda 4-iyunda ishlayotganimda o'zbek tilini juda ko'p o'rgandim va Dushman kelin degan o'zbek tili dramasi ham men hozir ko'ryapman. Hozir ikkinchi qismini ko'ryapman. Bugun, ya'ni 4-iyunda esa 4-iyunda men 3-qismgacha ko'rmoqchiman. Bu juda qiziqarli ekan, Dushman kelin, bu juda qiziqarli. Hozir kecha men 1-qismni ko'rdim. U yerda men ularning gaplarini hammasi tushuna olmayman, lekin bitta narsalarini eshitib va ular nima qilishini ko'rayotganimda buni tushundim. Oz tushundim yaxshiroq. U yerda men allaqachon buni faqat 5 minut 10 minut ko'rayotganimda u yerda bu dramada bitta og'ir yo'q. Aka, uka, qizi. Og'iri, to'g'ri. Og'iri o'ldi u yerda. Og'iri o'ldi. Bitta og'rini gapirayotganda bitta degan so'zni foydalana olamanmi? Menimcha allaqachon buvining og'iri o'ldiligini men tushundim, lekin bu emas edi. Buvining og'iri
buvining birinchi og'iri o'ldi. Men bu drama haqida ozmoz yozib, bu haqida ertasi kunidagi kundalikni yaxshi yozmoqchiman. Hozir men bilmaydigan so'zlar juda ko'p bor, juda ko'p. Va men bu drama haqida uncha yaxshi gapira olmayman. Hozir mening o'zbek tili qobiliyatim uncha baland emas. Shunday yozmasdan ovozda tezroq gapirish bu juda qiyin menda. Shuning uchun shu sababli men buni ertasi kundagi kundalikda yozib gapirmoqchiman. Rahmat.